İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam o'zidan keyin o'tgan barcha payg'ambarlarning otasi bo'lganligidan Abul Anbiya, payg'ambarlar otasi deb nomlangan. İbrahim aleyhisselam uchala din vakillari, Yahudiylar, Nasroniylar va musulmonlar tomonidan hurmat bilan tilga olinadi. İbrahim aleyhisselam Dajla va Firot daryosi oralig'idagi Bobil davlatiga qarashli aytgan butlari eshitmaydigan, ko'rmaydigan, hech narsaga qodir bo'lmagan jonsiz narsalar ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Lekin zalolat girdobiga g'arq bo'lgan Ozor Ibrohimga hali sen butlarga sig'inishdan yuz o'girmoqchimisan? Agar bu fe'lingdan qaytmasang, seni toshbo'ron qildiraman. Joningni saqlayin desang, ko'zimga ko'rinma, dedi. Ibrohim yana ham vazmin ohangda otasiga qarab, men sizga hech qanday yomonlikni ravo ko'rmasman. Agar mening hidoyatga da'vatim sizga og'ir botgan bo'lsa, sizdan va siz sig'inayotgan butlardan yiroqroqqa ketib, yolg'iz Allohga ibodat qilib yururman, deya javob qaytardi. Ibrohim o'z otasi so'zini qabul qilmagan bo'lsa-da, kishilarni hidoyatga da'vat qilishdan to'xtamadi. Bayram kunlaridan birida birga edi. Lekin betobligi sabab tezda shaharga qaytdi. Butlar o'rnatilgan joyga kelib, barcha butlarni bolta bilan chopib, maydalab tashladi. Eng katta butga tegmay, boltani uning qo'liga osib qo'ydi. Shahar aholisi bayram o'tgach, uylariga qaytishdi. O'zlari har kuni sig'inadigan butlarning parchalanib yotganini ko'rib, buni Ibrohimdan boshqa hech kim qilmagan deya, undan nimaga bunday qilganini so'rashdi. Ibrohim bu butlar botil, hech narsaga qodir emas ekanligini o'z qavmi anglash fursati yetganligini aytib, bu mayda butchalarni ana u katta but chopib tashladim. Ishonmasangizlar butchalarning o'zidan so'ranglar, dedi. Qavm bu butlar so'zlay olmasligini bayon qilib, o'z xatolarini anglay boshladilar. Ammo qalblari zalolatla muhrlangani sababli jaholat yana ustun keldi. Ular bunday suhbat natijasida o'zlari sharmanda bo'lishlarini anglashib, kuch ishlatishga o'tishdi. O'zaro maslahat qilishib, Ibrohimni o'tda kuydirishga qaror qildilar. Bu xabar shoh Namrudga yetib borgach, u fuqarolarni o'tin to'plashga buyurdi. Shohning amriga muvofiq kishilar bir oy davomida o'tin to'plash bilan mashg'ul bo'ldilar. To'plangan o'tinni har tomondan yoqishga amr bo'ldi. Gulxan shu darajada baland ediki, hatto ko'kda uchib ketayotgan qushlar ham kuyib tushardi. Podshoh o'z a'yonlari bilan maslahatlashib, Ibrohim alayhissalomni qo'l oyoqlarini bog'lab, o'tga irg'itmoqchi bo'ldilar. Inson va jinlardan boshqa yer va ko'kdagi barcha mahluqotlar faryod qilib, Parvardigoro, yer yuzida Ibrohimdan boshqa ibodat qilguvchi kimsa yo'q. U sening do'sting bo'lsa-yu, qanday u o'tda kuyadi? Sen o'zing unga yordam va madad bergil, deya nido qildilar. Ibrohim alayhissalomni o'tga otishga hozirlik ko'rilayotgan paytda suvlarga muakkad
muvakkal bo'lgan farishta kelib: "Ey Ibrohim, barcha suvlar ixtiyori mening qo'limdadir. Agar xohlasang buyururman, suvlar o'tni o'chirur" dedi. Shamolga muvakkal bo'lgan farishta: "Ey Ibrohim, agar xohlasang shamolga amr eturman, butun o'tni o'chirib yo'qotur" dedi. Ibrohim alayhissalom ularga: "Sizlarning yordamingizga muhtoj emasman" deb boshini yuqori. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirilgach, Namrud va uning ahli Ibrohimdan qutuldik deya xursand bo'lishdi. Parvardigor o'z xalilini alanga ichida omon saqlaganligini bilishmasdi. Harorati har tarafga yoyilgan, hech bir maxluq omon qolmaydigan gulxan o'rtasida Ibrohim Parvardigorga ibodat qilib, hech bir a'zosiga zarar yetmay